onam bilan xotinimning kelishmovchiligi. Ya'ni ba'zida siz faqat ota-onangiz uchun uylangansiz, men sizga xizmatkorman degan so'zlar ko'p ishlatiladi, bu menga og'ir. Har bitta kelin turmush qurayotgan paytida turmush o'rtog'ini ota-onasini onam deb qabul qilish kerak. Ota-ona bo'la olmasligi mumkin kelinga, lekin bu meni ota-onam deb qabul qilsa, unga qiz sifatida yondashadi u kelin. Birinchi o'chirda kelin niyatini to'g'ri qilib u xonadonga borsa, bu yerdan sifatli natija oladi. O'zini xohlagan natijasini oladi. Demoqchimanki, qaynota bilan qaynanaga kelin qiz bo'lishini tarafdori bo'lsa, unga oldin o'zi qiz bo'lsa, unga chiroyli muomala kerak bo'lsa, ularga ikkalasiga u ota-onam deb qabul qilsin, gap ochig'i. Ota-onam deb qabul qilgan nima qaynota qaynana buni ham qizim deb qabul qiladi.